erkak bizning hayotimizda bizni qadriyatlarimiz va prinsiplarimizni buzish uchun kerak emas. Bizning qadriyatlarimiz va prinsiplarimizdan voz kechishimiz uchun kerak emas. Uning roli bu bo'lishi kerak emas. Erkak bizni qo'llab-quvvatlovchi, erkak bizni erkak ekanimizni his qildiruvchi, sevimli ekanimizni his qildiruvchi, bizni avaylaydigan, ayaydigan, shu bilan birgalikda qanotimizni qayirib, sindirib, shunchaki qafasni ichiga solib qo'yadigan bo'lishi kerak emas. Bizga baland parvoz qilishimizga ruxsat berishi kerak. Parvoz qilsin ayol, zavqlansin, mazza qilsin. O'shanda uning ko'zlari porlab turadi. O'shanda u yonadi ich-ichidan. Energiyasi milliard bo'ladi bunday ayolni. Va aynan shu energiyasini eriga, bolalariga, oilasiga